amma ba'du. Bizningki aramizda nima kam bo'lsa shuni biz to'liqlashimiz pek muhim. Yetersizliklarni to'liqlab, tuzitib, xatoliklarimiz olsa yetersizlik taraflarimizni to'liqlab, kamchiliklarimizni o'ngshab, o'shani minishimiz musulmon jamiyatininki birdan-bir vazifasi. Agar musulmonning orasida kamchiliklar ko'p bo'lib, biz davomli u kamchiliklar ko'z yumsak, u vaqtda bizga ketgan buningki ta'siri, avlodimizga ketgan ta'siri intayin zo'r bo'ldi. Alloh taolo tarafdan ketgan jazoni ig'ir bo'ldi. Shunga bu yerda aramizda nima kam bo'lsa, shuning haqida so'zlashimiz, shuning haqida gap qilishimiz bo'libmi olim ilmoningga bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati, majburiyati. Aramizga qarayotgan bo'lsak, bizning aramizda shu axloq masalasi nihoyatda muhim bo'lib qoldi. Kundan kunga axloqninki bizning aramizda axloqning to'lab ketishi bizga nisbatan hamma musulmonga o'zaro bir-biriga bir aziyat, azob, ko'ngilsizlikni olib keldi. Shunga bugun shu musulmon ayolning axloq haqida to'xtalib o'taylik. Musulmon ayolning axloqi shunday muhimmi desak, albatta musulmon ayolning axloqli bo'lishi, axloqi nihoyat muhim. Bu şu ayol musulmon ayol uchunlam emas, balki butun islom jamiyati uchun muhim bo'lgan bir nuqta bu. Chunki nimishqanda deymiz desa, ayol şu musulmon ayolning o'zi oilaningki qalbi hisoblanadi. Bu yerda. Bu nima deganda, uningdan boshqasi bo'lsa jamiyatningki bu haqiqiy sog'lom bo'lgan bir jamiyatningki bosh manbasi hisoblanadi. Uningdan boshqasi bo'lsa butun inson shu islom jamiyatidagi barliq insonningki dastlabki ana maktabi hisoblanadi. Shuning uchun ayol kishining axloqi nihoyat muhim. Endi qaysi jihatda muhim? Birinchi, ayol kishi axloqli bo'lishi desa, ayol kishi axloqli bo'lish nada desa, oilada. Oilada bu ayol kishi axloqli bo'lgan vaqtda shu oilaning o'zimi, shu oila a'zolarining o'zimi axloqli bo'ladi. Chunki ayol kishining axloqi shu ergimi, bolalarga bevosita ta'sir ko'rsatgan gap. Şoň hamda bu Rasulullohning hadis qarayotgan bolsak, oilada nurg'un ishlarning ayollarning qo'lida ekanligi ma'lum. Masalan, al-mar'atu masalan mas'ulun, masalan bu yerda al-mar'atu ra'iyatun mas'ulun an zawji baytiha va avladiha hadisda bor. Ayol kishi o'ziningki beyti zawjiha, ya'ni o'ziningki yo'ldoshininki uy haqida so'raladi qiyomat kuni. Shuning mas'ul, uningki bolalari yoki avlodihi bolalarniki, u erninki bolalari haqida so'raladi qiyomat kuni. Shuning mas'ul hisob ilinadi degan hadis qolsaqmi, shu ayol kishiningki bu yerda oilada nurg'un ishlarniki asosiy ishninki tutqusiniki ayol kishiningki qo'lda ekanligi chiqib turdi. Bundan boshqa bo'lsa ayol kishi hayoliq, sabrga to'shqan, kam so'z, gap so'zni nari qilishni biladigan, nari qilishni bilmaydigan, mushuna bo'lgan vaqtda, undan keyin deganda pak iffetlik bo'lgan vaqtda, bolalarmi shuning qarta pak iffetlik, hayoliq, gap so'zi joyida bo'lgan, esil bo'lgan bir bolalar maydonga ketadi. Shuning bilan har qanday yerga borsa, u bolalar qarshilanishga erishadi, jamiyat o'z o'rnini topadi. Biyada qimmatdan onundan keyin bu madhiya avval Robbimizga onun qarşı şu anaga qaytitgan gap. Onundan boshqa desa, ergimi bu ayol kishiniki shu sabrchanligi, hayoliqligi, axloqi, qisqasi axloqi ergimi ta'sir ko'rsatdi. O'zi bir erkaklikni topib his qila oladi. O'zi bir hurmat borligini biladi. Men bir erkakkanman, men hurmatga erishgan bir insonkanman, haqiqiy aksiga mendek butgan deb o'zining er ekanligini biladi-da. Bu shu ruhiy kuch bilan undan jamiyatga atlanib, jamiyat o'zining o'rnini topadi. Shuning bilan bir kishilik erlik majburiyatini o'talaydi. Undan boshqa deganda, qarab, eng muhimi oila muhiti bir sog'lom bo'lgan bir muhit oilada borlik ketadi. Ayol kishininki axloqi yana oilaningki eng muhim negizi hisoblanadi. Shundan his qila olamiz. Undan qarshi desa, islomda bu yerda deganda ayol kishining o'zi qarta bu yerda yuqori vazifa qilib berilgan, masalan, ishlar ko'p oilada. Bola tarbiyalash ayol kishining eng yuqori vazifasi. Qarab baqilib, bolalarimiz to'plarda milangan, kirlash holatda yashayotibdimi? Qarab baqilib bolalarimizning tiliga. Ularningki tilda bir disi bo'lmaydigan, masalan, axloqsiz bo'lgan gaplar chiqib o'tibdimi? Bolalarimiz qarab baqilib, bolalarimizning tamoq yeyish uslubi qarab baqilib, minish turish uslubi qarab baqilib, kiyim kiyish uslubi qarab baqilib. Bu yerda illaki pul bilan
bu yerda pokizlik, ya'ni pokiz bo'lgan jamiyatda yashagan bo'lsam, balam pokiz bo'ldi, pul bo'lgan bo'lsa balam bundaq qilaoladi degan bilan bo'lgan ish emas bu. Buning da bahana sebep tepilmaydi. Çünkü ayol kishi nerede buluştuğun qat'i nazar, masalan, şu ishchanli bo'lsa, balasiniki chashini pat-pat yuvib, kiyimlarini yuvib, ko'ni bo'lsin, yirtiq bo'lsin, yamab shuni pak-pakiz ratlik kiygizsa, a balada gerçi ko'ni bo'lsin, ratlik pakiz bo'lgan qiyofatga qarab turib, uningdan keyin shu, mening balam shu ratlik yashapti deb o'zimizning ko'nglimiz emin topdi, bolalarimizning qalbida shu o'zida bir shu bolaning qalbida pakizlik bo'lgan intilish, ratlik bo'lgan intilish, uningdan sirt psixikasini bu yerda mijoz xarakterdagi bir mukammallik borlik edi. Boshqalardan bir xil ustun farqlanadigan bir nima xarakter borlik edi. Shuning bilan bu bola desa, na udul kasiyat yotgan, nada kech olsa shan topgan bo'lmasin, shu o'zininki ma'lum bir yerga tava ekanligini, o'ziniki ota-onasiniki shunday bir mas'uliyatchan ota-ona ekanligini, biz o'zing mas'uliyatchan bo'lmasa bo'lmayotganligini, qisqasi ratlik pokiz yashanishniki, yurishniki, bu yerda allaqandoq bir kiyim-kechakning no'chi esil bo'lishi, pulniki jiq ayak oz bo'lishiga munosabatsiz ekanligini, nimani bo'lmasin bor kiyimni ratlik kiyishniki bu bir mijoz xarakterniki mukammal bo'lishning ifodasi ekanligini to'nib yetdi. Bir ota-ona bu yerda buningki pulusi jiq bo'lmasimi, uning uylari alayda bo'lmasimi mayli. Lekin bu ota-ona balasiga nisbatan eng firishga tegishli bo'lgan narsa uningki xarakterini yetildirish. Bek muhim bu. Mayli siz tog'da bo'ling, mayli bog'da bo'ling, mayli namrat bo'ling, mayli boy bo'ling. Bu yerdagi muhim bo'lgan narsa shu balaki mukammal bo'lgan, islomga uyg'un bo'lgan, Rabbini rozi qila oladigan. Undan qasdi bo'lsa, musulmonlarning oldida bir olqishlanadigan bir mukammal psixika, mijoz xarakterniki yetilib chiqishi bu butunlay anaga bog'liq. Ana sapasız bo'lgan bunda bu mukammal bo'lgan mijoz xarakteri hargiz yetishib chiqmaydi bu yerda. Analarniki masalan bir ayolning gapini angladim. Balasi debdi ustozga, men meniki onam ettigini ichketsam, kechga kirsam, ishqib kechga namoyishga kirib bo'lsam bo'di. Bu bola qiz. Anam naga voding, na tuding, hech chatiq yo'q. Bu bola o'ynab keyin azroq yoshi cho'nglab ekan, hayron qolib, "Hajab meni bunda erkin qo'yib berdi, onam" deb dadasi yo'q ekan bolaniki, qizning. Anam men bunda chiqib bunda cho'glab kirsam maylimi, meni izlamamsa desa, oldimda tursam-ku debdi. Mana bu ayolning bolasi keyin qanday cho'g'moqchi. Bu ayol buning badalini o'tamdi, o'tmamdi. Bu hayotda biz endi nurg'unlagan qismatlarga uchrashdimiz, hamshirlar, nurg'un datlarni tatibmiz, ko'gining to'ladi degan bir gaplar bor. Mushunda bir ko'rgan narsalarimiz ko'p bo'ldi. Ba'zi vaqt ko'rmagan narsalarimiz ko'p bo'ldi. Uni bir-birlab ko'ramiz, datlarni tatibmiz. Lekin har holda biz o'zimizning ona ekanligini, bizning o'zimizning yo'g'inab cho'ng bo'lib qolganligimizni, bizniki garchi datda olsaqmi, vazifamizning yer yuzida bola tarbiyalash ekanligi, mukammal bir oila qurish ekanligini unutib qolmasligimiz lozim. Alloh taolo ba'zilarimizga masalan 3 kunda bir, 4 kunda bir navbat ketgan bir oilani balkim nisbatgan bo'lishi mumkin. Ba'zilarimizga kunlik masalan er bilan birga o'tirib bola tarbiyalayotgan oilani nisbatgan bo'lishi mumkin. O'xshamagan bir turmushlarni bizga nisbatgan bo'lishi mumkin. Lekin Allohning bergan har holi burdiki, bergan turmushiga Allohga cheksiz shukri degan bu mamnuniyat tuyg'usi bilan oldimizda bir bo'lsa bir, ikki bo'lsa ikki, uch bo'lsa uch, shu bolalarimizni yaxshi tarbiyalashga otlanishimiz lozim. Ziminda qaqsaqmi shu bir kun o'tdi, qaqshimsaqmi shu bir kun o'tdi. Shu o'tgan kunlarimizda ma'nilik bo'lgan, men bir namunalik ana bo'la oldimmi? Men bugun bolalarimga bir o'zimning onliqimni bir yetkazaldimmi? Men bugun bolalarimga nimalarni hozirlab berdim? Ma'naviy jihatdan, moddiy jihatdan deb shuni o'ylashimiz lozim. Bolalarimiz bu yerda deganda davomliq talada o'zining bir kamtuk tarafini izlab, tepib, shunday qilish uchun otlanib chiqib ketsa, oilaning ko'ngli suv ishmasa, keyin kelgusi mush bolaning yetilib chiqishi qanday bo'lmoqchi? Buning oqibati nima bo'lmoqchi? Shunga bu yerda deganda Alloh taolo bu yerda mu'min ayollarga, mu'min erlarga planlarni tuzib qilishni, pokligini saqlashni, go'zal axloq bo'lishni ta'kidlab nurg'un oyatlar kelgan bu yerda. Uningdan boshqacha bu oyatlarningki nimasichu deganda eng muhim bo'lgani bu yerda sura Ahzobdagi innal muslimina val muslimat val mu'minina val mu'minat val qanitina val qanitat vas sodiqina vas sodiqat vas sabirin vas sabirat
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافزين فروجهم والحافزات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Muş ayet bizge yeterli kifaye. Hakikaten Müslüman erler ve Müslüman ayallar, mümin erler ve mümin ayallar, Allah'a itaat koyucu, Allah'ın buyruklarını becer kaltırıcı er ve ayallar, mümin, Müslüman er ve ayallar, rastçıl erler ve rastçıl ayallar, Allah'ın yoldaki musibetlerge, müşakkatlerge sabır kılıcı er ve ayallar, Allah'tan korkucu er ve ayallar, sadaka berci hayırlı ihsan kılıcı er ve ayallar, rus kılıcı er ve ayallar, özlerindeki farizlerini bir özünün namahrem taraflarını bir onundaki namahremlerden saklagan, zinaya haramga uçraşmagan, bir Allah Teala ayette la takrabu zina dedi, zinaga uçraşmaganlı, yakınlaşmaganlı, zinanın özünden la tef'alu zina demedi, zina kılmagan demedi, la takrabu zina dedi, zinaga yakınlaşmagan dedi. Bunundan nime çıktı degan vaqtda, bunundan zinaga ep bartgan har qandaq basar qandaydan uzaq durun deganlik çıktı. Yani bunun hazır bulup mu cemiyetimizde muş telefon, tor, internet muş arqılıq onundaki namerhem bolgan erlerge telefon qılıp özünün hacetini deytqan, ulardan pul ündürüşüne ümit qıtqan, pul deb talep qıtqan, gururunu bir yerde qayırıp qoytqan, pullan bolsa butqan, bir yerde onundan başqa narsani oylamaytqan nurgun hemşerilerimiz var. Hatta birisi bizim qaşım bir nimege yaqinimiz arqılıq meni izletkizip, meni bir qızala, qızaldı, qızal eken texe, $2000 qoyup etdi, meske tigey dep, onundaki men evet bir bolgan eken, onunki nimesi hatırsı yoqap ketdi, adırsı. Ben tapamadım. Tamam, hadi sadık hayırlısan bolsun eken, aşında bir ahmaqqalıqның üzge men çidemedim. Meni o ahmaqqaсын başqa erlim ahmaqqaсын xalmayman. Aş qızalını izleytme degan gapda keldi. Endi muşunda başqalarınki mesela erlerge ikkilenmey telefon qilib, resimni yollap, onundan başqa ulağa nisbeten özünki hacetini dep, yalgan rastın bolgan qilishning o'zidan bekrak Allah ko'zinib turib, Allah Rabbiga yinilib duo qilib turib, men halaldan bolgan rizqni men keltirib ber Allah. Başqalarga muhtoj bo'lmasdan keltirib ber Allah. Vag'nini bi fadlik amma sivak ya Allah. Özünün pəzi bilen, özünün gayrdin, mahlukatın meni bihacet qilgan ey Allah deb tirisek Rabbimiz keltirib berdi. Şunun qadir Allah Taala. Onda namahrem yollarını izlep tepip, onda harlanıp, biçarolap, onda zarlanıp, onda qilsan nima zuriyeti? Mana bu ahlakı biyositip bartqan bir iş bu. Vel hafizine furujahum vel hafizatga tushmaydi vaqtda. Yani bu namahrem erlerden, namahremden özünün ipini saklagan ayollarning qatori kirmay qolmiz vaqtda. Ahlak degan gap bu yerda bizning yo'qolib ketgan bo'ldi. Xelbek tushib qolgan bo'ldi. Şunu biz müşriye düşkan vaktimizde ve zakirin Allah'a kesene ve zakirat. Allah'ın köp yadatkiçi erler ve köp yadatkiçi ayallah. Muşalarının üzge e'addallahu lahum mağfireten ve acran azime. Allah Teala ularının üstün keçirimli ve kattı boğan ecir mukaffatını tayyorlaydı. Mana muşa şartga düşken. En bu ayette nima deganda salih mu'min bo'lgan, sodiq rasul bo'lgan, sabr qilgan, hayoliq bo'lgan ayollarni bu yerda qanaqan madhilagan. Onundan boshqacha desa qalanglar va Maryam ibnata İmran allati ahsanat farjaha. Bada. Bu İmranning qizi Maryam, animiz yana ahsanat farjaha, bu o'ziniki hayoliq, o'zini farjini saqlagan, iffetlik bo'lgan deb Alloh taolo Maryam alayhisolamni shunday madhilagan dedi. Alloh taolo madhilagan. Shu Maryam animiz Allah Teala qanday qilib payg'ambarning onasi bo'lishni iborat bo'lgan bu yerdagi fazli ihsonni Alloh Teala berdi. Shu bir ayolning bolasining iffetlik bo'lishi, yaxshi salih bo'lishi shu ayolning iffetlik bo'lishiga chambarchas bog'langan. Mening balam qari bo'lsin, bu yerda mening balam taqvo bo'lsin, mening balam bu yerda hafizul ilm bo'lsin, bu yerda olim ilmo, qari qurra, shahid shuhadolarning qatoridan bo'lsin deyotganmiz. Cho'qim shu ayolning o'zi iffetlik namahremden xali bo'lgan, bu yerda o'zining iffetini saqlagan, o'ziningki axloqini saqlagan, bu yerda mushunda bo'lgan bo'lish lozim. Siz ochiqab bayavanda bir ochliq darajasiga yetib qolmadingiz. Siz bu yerda bu chub qog'idek, bu yerda zodi zorlanib, bu yerda bu namahremlik, ya'ni bu yerdagi shu xalqni o'tab turib mahremsiz bo'lgan kishilar qarta bu yerda bu uchur yollayotgan, resimimiz yollayotgan, o'shanda Alloh rozi bo'lmayotgan uchurlarni unga avatitgan yoki gap so'zlarni avatitgan butgan darajada susiz u holga bu yerda chub qog'idek ichinish holda emassiniz.
Agar shunda bo'lgan taqdiringizni Robbingizga eslab, ey Alloh, mening beshimga bu kulfatni ko'tarib at, mening iftimni saqlashimga yordam bergin, ey Alloh. Meniki axloqimning go'zal bo'lishiga yordam bergin, ey Alloh deb Allohga eslasak, Alloh taolo buningga nisbatan qodir, albatta qodir beradi. Şu anda bu Allah Teala ayette var. Bir adet çözgende fes-salihatu qanitatun hafizatun lil gaybi bima hafizallah dep ayette. Allah Teala jo salihat salih bo'lgan, Allohga itoat qilgan, bu yerda Allah Teala saqlashga, bu yerda saqlayotgan narsa qarta g'aybga, masalan, eller yo'q vaqtda, eller bo'lmagan vaqtda g'aybda saqlayotgan, o'zini iftini mushunda ayollar deb Allah Teala mushuni bu yerda qanday qildi? Medhilep durup ya da muşunda iffetlik, yoldaşı bo'lmasa, shu yoldashinki kilishini saqlayotgan, iffetini saqlayotgan, axloqliq bo'lgan ayollarni medhildi. Peygamber sallamniki hadisdan bor bu oyat hadisi bek ko'p buningda. Masalan, ad-dunya mata'un khayru mata'id dunya al-mar'atu salihah. Bu dünya bu yerda ne'mat, dunyodagi huzurni tutgan, manfaatni tutgan narsa dünya. Bu yerdagi huzurni tutgan, manfaatni tutgan narsa eng yaxshisi bu yerda salih ayol. Bu yerda salih bo'lgan ayol. Salih ayol qanday ayol? Salih bo'lgan ayol Robbining yo'ldoshi, ya'ni insonning maxluqniki bu yerdagi nimasini hamda oldidagi mas'uliyat majburiyatini to'liq ado qilgan ayol. Mana bu haqiqiy salih ayol. Shunga bu yerda cho'dasa, bu yerda bu ayol kishi axloqli bo'lgan vaqtda jamiyat axloqli bo'lgan bir jamiyat barpo qilinadi. Ayol kishi axloqli bo'lmasa, axloqli bo'lgan jamiyat barpo qilinmaydi. Biz o'zimizningki oilamizni, o'zimizni boshqa masalan bir ıslah qilish uchun o'zimizni ıslah qilishga to'g'ri keladi. O'zimizning oilasini axloqli qilish uchun o'zimizni axloq qilish to'g'ri keladi. Jamiyatimiz axloqli bo'lgan, bir-birimizni ko'nglimizni suvchitgan, illiq bo'lgan, ya'ni haqiqiy islomdagi sahobalar davridagi bir jamiyat qilib qurib chiqish uchun cho'qim o'zimizning oilamizni jamiyatga qarab turib, yuzinib turib ıslah qilishga to'g'ri keladi. Ya'ni şu ayollarninki axloqli bo'lishi bek muhim. Nimishqa? Bolalar tarafdan. Chunki axloqli bo'lgan ayollar bolalarga tarbiya qiladi. Bolalarning iymoniy, axloqiy, mizojiy taraflarga diqqat qiladi. Shu tarafni o'zgartiradi. Shuning uchun avval onda axloqli ayol bolalarninki go'zal axloqni yetildirish uchun bolalarning ruhiyatidan boshlaydi. Axloqli, hayolik, pok bo'lgan ayol bo'lsa, bo'lgan vaqtda bu ashuna paydo bo'lgan axloqli, hayolik pak bo'lgan ayol paydo bo'lgan jamiyatchi bo'lsa muqim bo'ldi, tavrinib qolmaydi. Fasodchilik, buzg'unchilik oz bo'ldi. Erlarniki erkaklikka paydo bo'ldi, hurmatga ega qiladi. Shuning bilan erlar cho'ng ishlarni qila oladi, oila muqim bo'ldi. Undan boshqa bo'lsa, ayol kishining axloqli, bir musulmon ayolning axloqli, iffatli bo'lishi bu ummat uchun, shu jamiyat uchun cho'ng rahmat hisoblanadi. Hatta Allah Teala Peygamberimizin bazı hadisde var. Ahlak yaxşı bulgan kişininki derecesi Paris'ten derecesi yaqinda hadisde var. Şu ayol ahlak bo'lgan vaqt deganda, şu ayol evvel odamga hurmat qilishni biladi. Uning bolalarga odamga hurmat qilishni biladi. Undan boshqa bo'lsa, nurg'un ishlarni qiyinlashtirmasini osonlashtirdi. Boshqalarga til uzatmaydi, dil azotmaydi. Evvel bu jamiyat so'q bir jamiyatga aylanmaydi, so'q bir jamiyatga aylanmaydi. Illiq jamiyat barpo bo'ldi. Aile illiq bo'ldi, so'q bo'lmaydi. Aile jamiyat tarafidan e'tirof qilishga erishadi, hurmatga sazovor bo'ldi. Shunga shu oila tarbiyasi muqim bo'lgan, masalan, o'qimish bo'lgan kishilarning oilasi kelin, kuyovol bo'lib ko'rish tez. Chunki unda kishilar xohlagancha eti ayol, eti er bo'lgan kishilarni kelin kuyovlik tanlamaydi. Unda oila kelin kuyovol bo'lib ko'rishning o'zimi cho'ng baxt, zo'r baxt keyingi hayotida dunyolik ham oxiratlik ham yaxshi. Şuna hozirgi jamiyatimizda puli nech bo'lgan, nech pul akilalikkan to'ylarga deb bunda degan shart qo'ygan bo'lsa, ilgirki jamiyatimizda o'qimayotgan bo'lib matanni. Azroq o'qigan bo'lsa, garchi dattasimi, shu azroq o'qigan bo'lsa mayli, oxiratga yaxshi bo'lib bolamdan degan. Ilgirki vaqtlarda uning axloqi musha shartninki qatordan eng cho'ng bo'lgan, eng cho'ng tarafdan o'rnagan. Şoň Peýgamber Aleyhisselam'nınki bir hadisi bizge yeterlik. Bizge bu ders u bolsunuz, senin qaşanlar, senin bir kızınla buyuğu yetken bolsa, senin qaşanlığa bir adam kelgen bolsa, onunki talep qılıp toy qılay dep kelgen bolsa, onun ahlaqi ve imanına razı bolgan bolsaňyz biringlar. İman aralışkısınki dünya ve ahiretlik, yani ahiretlik hayatını belgileyken muhim nokta. Yani berik ahlakçı aralışkısınki yaşam ortamdaki muhim nokta. Bu ikisi pek muhim aile üçün. Qandaqdır başqa pul usvatdi, addi madde dep başqa şartni qo'yish yaxshi emas.
eng muhim shart bu yerda degan iymon, axloq. Axloq qanday ekan, kelib chiqish qanday ekan, ota-onasi qanday ekan, mana so'rsh qilsak bo'ldi. Şoňa bu garip axloqiga bu islom axloqi alışıp ketmeydi. Eger ayol kishi haqiqiy islom axloqi bilan axloqlangan bolsa. Garip idisi degan vaqtda garip idisi ayol kishining chiroyi, jismi, figurlikmi emasmi, chiroyi o'zmi emasmikan, kim kishi qanday ekan, o'zi kelamdi ekan, ma so'rlar masoshib kelamdi ekan degandek bozorga bir mahsulot qo'shib turib undan tanlaydi. Lekin biz islom olimida bir ayolga baho bermoqchi bo'lsak, ayolga bir o'lcham qo'ymoqchi bo'lsak, uning axloqi, iymoni, Robbi bilan bo'lgan aloqasi, maxluq bilan bo'lgan aloqasini so'rab chiqamiz. Qandaroq deb. Buning qattig'ini inchga deb qo'yamiz, lobayn deb qo'yib, ashuna inchga bo'lgan bir nuqtadan kuzatishimiz lozim, kuzatamiz. Lekin bu yerda deganda islomninki shu haqiqiy islomiy musulmon ayolning axloq hayosi, iymoni bo'lmasa, iymon ruhi bo'lmasa, buningki nimbuto degan vaqtda u jamiyat butunlay cho'lg'an bir jamiyatga aylanadi. Masalan, qalab turib qolsa shunda bir charshab deb qo'yamiz, islomiy hijoblarni kiygan. Qalasa hammasi bir namoz o'qiyotgan, lekin axloqning hech bir ma'no yo'q, hech bir asar yo'q. Hammasining qalbi zidilangan. Qarası toplada şu qalbi zidilanganlikninki, mehr muhabbatni yo'qolib ketganligi, mushuningdan boshqa bo'lgan gap yo'q. Mushunda holatda bir tushkun bo'lgan bir jamiyat borlig'idir. Shuni biz ayol kishininki axloqli bo'lishi, uningki bek muhim nuqta deb qaraymiz. Chunki ayol kishi axloqli bo'lgan vaqtda o'zini qo'g'daydi. Yo'lni qo'g'daydi, yo'lsiz, axloqsizlik bilan qo'g'damaydi. Beshemlik qilmaydi. Beshemlik ayol kishining butunlay axloqli bo'lish. Axloq degan gap bu nimaninki latafat ayol kishiniki axloq, shu latafatning aksi hisoblanadi. Axloqsizlik. Bu beshemlik axloqsizlik hisoblanadi. Beshemlik ayol kishi faqat yarashmaydi. Yarashmaydigan eng sat bo'lgan bir amal bu ayol kishiga nisbatan. Buni bu ayol kishi o'zini qo'g'dash deb ishlatgan bo'lsa xatolashgan bo'ldi. Ayol kishining zulm o'shab kesimi sukutligini, ayol kishiniki Detta atıp kesimi sabırcan boğunu en güzel ahlak hesaplanırdı. Onunla başka ayol kişininki güzel ahlak boşu şu ayolunki ailesi qoğdaydı. Ballarını qoğdaydı, cemiyetini qoğdaydı. Şu ahlak, ayol kişinin ahlakı hatta şu ahlak ayolunu Allah'a yakınlaştırdı. Şuna saliha ayolunki bu nimeleri pek mühim yani ahlaklık buluşu. Hayalık buluşu pek mühim. Bir pak Müslüman boğan cemiyet nait güzel boğan cemiyet. O cemiyetten nurgulluğun kahraman, sahavetçi, ahlaklık, nurgun İslam royap kaltıra deyitken, boşuna bir erkekle barlıq etti. Şunun için bir yerde kandak oldu. Bunda erlerinin barlıq etsin, ular halimidi. Kandağına gayiptin halimidi, din düşmanları halimidi. Nimiz halimaydı? Çünkü onda erler barlıq yap kalsa, bir yerde çoğu degende, şu vaxtda ular tehdit koşuydu. Ularning jamiyatga tahdid kuchaydi. Shuning bilan ular nima deb qopdi? Feminizmni barliq keltirdi, jar soldi. Er bilan ayol barobar. Feminizm deganimiz ayollarning huquqini, izzatini, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sohalardagi adil muomalasini talab qilamiz degan bir fikr, bir harakat berdi. Bu bir saxta gap bu. Buning keyinda bu gapninki o'zi noita haq, lekin keyinda deganda bir botillik ushirilgan bir rezil saxta. Yani nurgun rezil planlar yuşurulgan, siyasi mudda yuşurulgan bir gaplar bu. Bu fikir bu. Yani mesela ayollar bilan erler tang huquqiga, çoqum nima ishda tang bo'lish kerak. Ayollar qilayotgan zulm, besim, ijtimoiy noto'g'ri bo'lgan muomalalar bu yerda yo'qosh kerak. Buni qarshi turishimiz kerak. Iqtisod, tarbiya, xizmat, qonun, siyosat qatorliq nuqtalardagi noto'g'ri bo'lgan tangsizliklar yo'qolish kerak. degan mush gaplarning hammasi bu feminizmninki jar solgan gaplarning birisi hisoblanadi. Buni avval 1949 yil kompartiyaga kelib, undan keyin uzoq o'tmaylar, ya'ni yarım soat davrining oldi keyinda bu ayol barobar huquqda deb mush narsalar ayollar bek izlibsizlar, biz kelishdan burun baharlabsizlar, sizlar huquqdasiz barobar tanglar. Bunda bo'lmaydi. Bundan keyin Jungo Kommunist partiyasi er bilan ayolning huquqda barobar ekanligini biz jakarlaymiz. Bundan e'tiboran er bilan ayol barobar, nimiz qilsanglar barobar degandan keyin shuni bilan bu yerda deganda tuanda bo'lib Sharqiy Turkistonning janub tarafida er bilan ayol barobar deb ko'chaga ayollar chiqib olib, axloqi yaxshi bo'lmagan,
aile terbiyesi yaxşı bolmagan, muşunda ata-anası ajrashib ketgan, ikki do'qmushni cho'nglab qolgan, ashuna ayollar chiqib ko'chaga er bilan ayol barabar huquqni qo'limizga oldik deb jar solgan. Jaloliddin Bahramning Leygan buloq degan kitoblarini o'qigan bo'lsanglar, bu yerdagi madaniyat inqilobining oldi-keyindagi Kompartiya kelgandan tartib bo'lgan yer islohoti davri shu vaqtdagi voqealiklar ro'shan jonliq aks ettirilgan bu kitobda. Shu kitobni o'qib baksanglar bo'ldi. Shuning bilan ba'zi cho'nglarning deb berishicha huquqni qo'limizga oldik deb jar soldi. Xilli isil oilaning qizirdi deb qarab qolgan ayollarmi ashuna bir chiqib qolgan bo'ldi, lekin biz xato o'ylabdik. Isil oila unda emas ekan, bizning ko'z qarshimizda iqtisodiy ahvoli yaxshi oilani isil oila deb qarab qolibdi ekanmiz. Asli isil oila shu cho'nglarni deb berganda asli diniy oila ekan, taqvo kishilarninki oilasi ekan. Namurat bo'lsin, ular o'zini saqlab qoldi, bolalarini saqlab qoldi. Ammo bular chiqib bunda huquqni qo'limizga oldik, ayol barobar deb ashuna deb jar solgan bo'ldi. An keyin uzoq o'tmaylam do'lqin deb bir narsa ko'tarildi. Bu yerda bu hasha haydash deyotgan. Shuning bilan shu mangancha minib ayol har ikkisi barobar bo'lib ketdi. Endi tag'ani ko'tarsangiz barobar, tamoq yesangiz barobar, nima ish qilsangiz barobar deb shuning bilan bu ayollar attigini kech soat 9da uyga ketgan. Shu vaqtda erlar herib ichib kelib uxlasa, ayollar kelib osh tutgan. Birga chiqib ashuna attigini soat 4da chiqib yana shu do'lqin deb sirtga chiqib ashunda qig yudib etsizlikni o'ngshab ashuna yurtgan. Ayol har ishkilaylan. Bu yerdagi zulm ayollarga nechasi bo'lib ketdi. Uyda aşı tutu, talada iş tutu, ayol har ikkisi barobar bo'lgan ekan, barobarlik huquqini talashgandan da'dan keyin bek tortib ketdi. Nurg'un ayollar o'lib ketdi, kasal chiqib ketdi, bebeklar shunda ashada beqish topolmay o'lib qoldi. Miyib bo'lib qoldi, chunki onda bebeklarni maxsus boqitgan ashad bir uy botdi deydi. Shu uyda boqitdi, u bolalar kechalab kunduzlab ashunda yetib, u ko'plari shuni mich bo'lib ketgan, chatqi yo'q, och qolgan, u o'zining onasi boqgan bola ashuna bo'lmoqchi. Shuning bilan mushunda datlar bo'lib, keyingi ahvolda ashunda ruhiy jihatdan izik bo'lgan, kompartiyaga qarshi chiqolmayotgan, Onundan sırtçı degende idis bo'lib ketgan diniy tarbiyadan mahrum qolgan ota-onalar uning bolalar barliq keldi deb tushungan. Mana bu feminizmninki eng cho'nqur rezil yorqin ifodasi bu yerda. Shunga bu feminizm deymiz o'zini tushuntirib, ayollarning odamdek bir shon-sharafga ega bo'lishi lozim. Ayollar bu yerda bu har qanday bosqinchilik, zo'ravonlik, bunda izlardan to'xtashi lozim. U degan faqat ularning jamiyati, bizning jamiyatimiz emas. Ve ayollar özününki taqdirini özü belgilesi huquqi var. Eğer kişinin başqurası bo'lmaydi, ayol kishi xolisi to'y qildi, xolisi to'y qilmaydi, xolisi yashaydi. Jinsiy erkinlik bo'lishi kerak, buni cheklanib o'chirmaslik kerak deb mushunda jarlansagan. Anda biz buning diniy nuqtadan qarab qilamiz. Islomda ayolning qadr-qimmati o'zidan o'zi degan shu jardan nechasi yuqori berdi. Chunki ayol kishi avval dadini o'qildi deganda, dadi yaxshi boqsa, dadini bu davzaqqa bo'lgan bir parda bo'ldi. Yo'ldoshiga o'tgandan keyin yo'ldoshininki haloldan bo'lgan rizqniki jalb qilishiga, bu yerda kimlishiga, yo'ldoshininki oilasining mukammal bo'lishiga nisbatan bir nima soati bu yerda asos soati. Yo'ldoshininki yermi kam qolgan iymonni to'liqlaydi. Anulab bo'lgandan keyin cho'si jannat u ayol kishiniki qadam ostida bo'ldi. İslam ayol kishiga nisbatan tug'ilgandan tortib uning qadr-qimmatini nechasi bir o'tgan. Ayol kishining qimmati Qur'on, sunnat qarab turib, yana hadislar qarasak, buningki haq huquqining qimmatining ne qadar yuqori ekanligi bu yerda buningdan chiqib turdi. Shunga islomda bor bo'lgan haq, adolat, huquqlarni talab qilish bu to'g'ri, lekin g'arbdagi harakatlar, g'arbniki bu idis bo'yicha gap qilishcha bu yerda bu butunlay oilaning qimmatini tuan qilib qimmati bo'lmaslik. Nikohsiz bo'lgan turmushni normallashtirib, zinadan bo'lgan bolalarni jamiyatga yamritish, sho'roqliq jamiyatni buzish, unda bolalar vaqtda talolda cho'g'ilib, nega urishni bilmaydi. Nima bo'lsa qilsam deyotgan, shuna zo'r masalan halol harom deb ayirib aytgan bolalar borliq. Unda bolalarni xohlagancha ish qilsa-tu, xohlagancha izzatu, bularning maqsadi faqat shu. Bu yerda İslamdaki şu ayollarniki huquqi, mertebesi qaraylı, İslamdaki ayollarning huquqi, mertebesiga 1400 yil burun bir bo'lgan. Bular endi chiqib buni yolg'onlardan, mana niqobni turib gap qildi. Şu İslamdaki ayollarga bergan huquqlarni bilibdimi? Va bu yerda Alloh taolo dediki oyatda hammanglar Allohning oldida teng ibodatni ekan. Allah'ın nima amal qilsak Alloh taolo erdan ayolni o'xshashdan kamaytmasin, er
bütün ma ayol yerim ecrini birey, a ervanki bütün ecri demdi Allah Taala. Her şey kız okşaş ecir bir kalıkın Allah Taala bir adet kınna kıldı, vədə kıldı. Onunla başqaça degende bir yerde onunki meni rengi sert olsun, uz olsun. İnsanın aldıda bu farklanatkan. İşte Allah'ın huzurunda farklanmaydı. Çünkü inne ekramakum indallahi yatqakum. Allah'ın huzurunda Allah en yakın bende. Allah'ın mukafatı en köp eriştiren bende. Onun takvalığı. Takvalık bir yerde ayol dep çeklim yok bir yerde. Onunla başka miras hukuku belirledi ki miras hukuku bir garip cemiyeti yok bir yerde. O neç bol bolsa tağı tülem kilidi o acış götüp kalsın. Onun mal dünyası kalanca alalıydı o eri. Tapkan nesleki İslam'da bunda iş yok. Mal mülk hukuk var. Ayakşı üzümki mal mülkü üzüm malik iyi bulalıydı. Mesela talim terbiye, balların terbiyeleş hukuku var bir de. Bir de balların terbiyeleydi. Yani onun başka ilim eliş hukuku var bir de. İlim eliş, ügünüş, halgan mektep köp, halgançı okuş, eğer şu pırsır yer bir plan kas okuyalaydı. Çünkü bir de talabül ilmi farizatını ala kulli muslime, şunama, yani ilim talab kız her bir Müslüman Müslüman ayalga kanda Paris. Onun başka dese nikahta mesela zoravan mecburlap nikah ve nikah erkeklik var. Nikah hukuk var. Zoravanlap mecburlap nikah kız caiz emas bunun da o kat'i doğru emas. Ayaksın ihtiyar erkeklik bilen butu. Onun başka dese mehir ayaksınki mesela mehir meselesi var. Toyluk. Bu garip ellerde unda emas. Hem garip ellerinin tesiri uçuğalıkını Hindistan'da etmez. Yigit meli, ki oğul meli etmez. Mesela bizim günümüzde Türkiye çeyiz dep koytken mesela kız meli dep koytmaz. Tengiden aşılarının tesiri uçuğalıkını kız tarafken ait bizim iğir bulap cık muşu pullarını mesela neskreplerini almışsa kız alın ki oğaval tarafı itibarı yaxşı bolmaydı dep ketken işte. Emniyette bu süt pulusu mesela atanızını bir çoğunkalık karta bir ecir, rahmet detmen bir rahmet teşekkür butu. Onun karta mesela bir hediyeli butu. Mecburlaşmaz hediye, güzel hediye. Muş hediyeni bitmen gap. Onun başka şey olsa kızlarım moçan pul çıkamaydı fakat mehirine ekip birdi. Baldo ben küçük vaktimde biletmen şu toyluk mesela pulunu ekip birsinse toy çıkımlarını ekip birdi kız aldı giysimdi. Lekin hazır onda emes tengiten çıkırdı. Yaken de çokum ayal taraf köprek bu değil mi? Köpüncü müşe şehir içinde tarafı kayalda aşın olup gittik. Bay adamga kılan namarat adamla qandaq oylap bakаңlar. Bu şeriatda yok bolgan bid'at bolgan işni ekilip texinbek ayollarnınki o'rnini tölletip nayeti bir bichara qilib qo'yaqlar. Şu arqılıq şu mal dünya bununki axloq qanchalik bo'lishini qat'i nazar, bu ayolning qobiliyati qanchalik bo'lishini qat'i nazar, bu ayol kishiniki masalan bilimi qanchalik bo'lishini qat'i nazar, cho'qim bu ayolningki oilasi mukammal bo'lishi kerak. İslam cemiyeti g'aribning ta'siri uchirganlikdan. Bu ayolningki cho'qim bu yerdagi o'rni bo'lishi kerak. Er kirgandeki muşunu ünümlük paylanış gerek. Muşuna erlerdim ahlak degen narsa yo'qolganlikdan muşunu asas qilib. Men bir erkek o'g'li men onam meni o'g'il deb to'qqan. Men cho'qim axloqi yaxshi, bilimli, qobiliyatli bir ayol bilan to'y qilib, Allohga yaqin bo'lgan ayol bilan to'y qilsam, bolalarim bo'lsa, Allohga yaqin bo'lib, oxiratim uchun yaxshi degan kishilar nayt az, bak az bo'lib ketdi. To'y qilish ularga nisbatan bizning erlarimizning axloq birinchi bo'lib buzilganlikdan qanday deganda bu to'y qilish bu bir odatdagi tamoq yegandek, odatdagidek bir ish bo'lib qoldi. Ajish uningdan bek oddiy bo'lib qoldi. Ajishdan keyin bu erel ishkelam bilan qamasi bunun ta'sir balliq qanchalik ketganligini xiyoli tasavvurga keltirib qo'ymoqlik. Bu odamni bir umidsizlantirgan, azoblatgan ishdan qatordan bo'lib qoldi. Lekin biz bularga nisbatan faqat shuni deyolmaymiz-ki, erlar sizlar sababli biz izildik, unda qilmanglar. Ballar izildi, unda qilmanglar. Ballarimiz yaxshi tarbiyalansin. Mas'uliyatchan bo'linglar deb shu nido qilmoqdan boshqa çaremiz yok. Allah sizlarni istaqib bersin, hidayat qilsin deb dua qilmoqdan boshqa çaremiz yok bir qism erlerimizga. Hamma erlar unda emas. Nurg'un isl erlerimiz bor. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Lekin endi shular sababli biz mushkullik uchrab ballarimizni tark tashlasak, ballarimiz o vaqtda nimaga aylanib qoldi? Dadadan bekar ananing yuragi bunun chidamaydi. Buning uchun biz ayollar cho'qim bilimlik, evvel taqvo Rabbimizningki, ya'ni huzurda Rabbimizga yaqin bo'lgan bir banda bo'lishimiz lozim. Rabbiga yaqin bo'lgan bandani hech kim tajovuz qilib uni buzaq qilolmaydi. Chunki uning keyinda Robbi bor. Bu yerda. Ondan keyinchi deganda bu ayol cho'qim o'zini isloh qilishi, axloqni go'zal qilishi, o'tirib qo'pishi, o'zining ayolligiga diqqat qilishi, go'zalligiga diqqat qilishi, bilimiga diqqat qilishi lozim. Har tarafni yetishgandan keyin bu yerda bir munda bir masala bor qarang. Er ayollik turmushda er ayol ikkalan
ayol qarab baqish kerak. Yo'ldoshning o'zi tön bo'lsa cho'qim bu yerda ijtimoiy sohasimiz bilim, bu yerdagi sapa, bu yerdagi axloq, taqvolik jihatdan yo'ldoshim cho'qim ustun bo'lish uchun kurash qilish lozim. Mening bir yaqinim bor. Shu yaqinimning gapini sizga deb beray. Yo'ldoshamda shu ajoyib bir odam hamda 10-20 babakni o'ndiki. Zulm soatgan bir er desak butu. O bir o'qimish odam lekin zulm soatgan bir er. Hozir qadar bu ayol bir shikoyat qilib boqqan o'qmayman. Orliqda bir gap qilib, gapi bek ta'sir qildi. Yo'ldoshimning axloqi yaxshi emas deydi. Men qilgan haqoratlar bek ko'p. Men uni deb o'tmayman desam, yo'ldoshimni shikoyat qilgan bo'ldim. Men oxiratlik ajrni mahrum qolibman. Yillardir men yo'ldoshimniki bu ig'ini ko'tarib keldim. Hayotda demayman. Ammo bir og'iz gap qilayman ustoz aytasi. Yo'ldoshim menga aziyat bergan vaqtda haqorat qilganda deymanki, yig'lashimni xap to'xta. Senin bu haqaratinga, senin bu izishingga sana bir cevap qaytarırki, seni iş düşküdek okuyma. İş düşküdek bilim hep sana muşunda cevap qaytartma. Seni men manevi jihatdan ko'zga ilmayotganligini nuqtirib qo'yma. O'zingning qancha to'n qollig'ini bildirib qo'yma sana. Men bilim atma deb turib o'qitma deydi. Haqiqatan aytib yuqori pallaga chiqib bo'ldi. Buning hammasi yo'ldoshim sağ olsun deb qo'ydi. Yo'ldoshiga rahmat qo'ydi. To'xtamay. Chunki har qanday utuq qozongan erning keynida bir buni yurakdan qo'llab quvvatlayotgan bir nimba ayol bor. Ya onasi, ya qiz bitqin, ya ma'lum bir ayol, ya xotini degandek, ayol degandek. Lekin utuq qozongan ayolning har qanday ayolning keynida bir ejinishlik fojiasi taqdir bo'ldi. Bir nimasi bo'ldi uningki, travma deb qo'ydi, bir qissasi bayoni bo'ldi uningki. Azoblar bo'ldi. Shu uni das o'rnini to'g'izgan gap. Shuning uchun biz bu yerda kechgacha bir 5 vaqt namoz o'qidim, bu yerda tamoq etib yedim, uyni supurib o'tibdim deb vaqtlarimizni zoya qilsak bo'lmaydi hamshirlar. Cho'qim tirishimiz bu yerda attigini Robbimizdan munojat qilgandan boshlab hayotimizni kechgacha bo'lgan hayotda hali bilim talab ilmlab yashaymiz. Hali uniki yaxshi bir mas'uliyatchi anulab yashaymiz. Bir kun ichidagi bir artist o'xshaymiz. Artist misol, ashuna rol yaptib, rolni ravrs elishimiz lozim. Uylarimiz kirgan vaqtda uyda shunchalik pokizlik bu yerda bu koni bulab ketish bu yerda shart nima emas bu yerdagi asosiy maqsad emas bu yerda pokizlikning sharti emas. Narsa yangi o'sib deydi. Bo'ri palast oldursangmi shuna pak tutib turib ratli qilib turib hatto bolalarga nisbatan balam biz anda ruhini tushirgan gap qilmasin. Mana uy kona ana biz namratganimizda to'g'ri balamdagi qalbimiz bekbay bizni. Biz mushuni xohlaymiz, Allohga hisob bermoqimiz oson bo'tu deb mushunda go'zal bir nimalarni bolalarimizga singdirsak, yaxshi bir axloqni, taqvolikni singdirsak, bolalarimiz asli biz tirsak, topad etganmiz. Bu iqtisod butgan lekin taqvoligimiz bu yerda muhim ekan. Shuning uchun ota-onam taqvolikni tanlab oddiy sodda o'tiribdi. Ha, bu ajr bo'lish uchun qilibdi-da, sizdan yaxshi ta'sir oldi, yaxshi bir tarbiyani to'ballar. Shu hamda bu yerda cho deganda, mushuliqi nikohdagi masalan barobarlikmi? Bu yerda men bayatning gapimni qaytib kelay. Bu yerdagi islomning oylig'i bergan, g'oyat go'zal bo'lgan huquqi, shu ayaksinki rozilik bo'lmasa to'y bo'lmaydi. Bu yerda undan boshqacha desa, bu yerda er ayol o'tirsiki zo'ravonlikni islom cheklaydi. Yo'lishningki zo'ravonlikni cheklaydi. Lekin qilgan bo'lsa buning gunohi, uning hisobini Allohga o'zi berdi. Er ayolini tarbiyalaydi bu yerda zo'rlab, bu yerda nima deganda tarbiya qilim deb hamdi. Haqorat qilib, uni zo'ravonlik qilib, uning ruhiyatiga nisbatan bunda tushirtgan, bu yerda o'zini tansan etgan yerga olib turib, bunda qilishuncha ig'ir xatolik bu yerda. Onun boshqacha desa, bu yerda er ayollar Payg'ambar alayhisalom ijtimoiy jihatdan degan vaqtda o'xshash bo'lgan bir qimmat, ruhiy qimmatni bergan. Hatta Payg'ambar alayhisalom hatta oilami ayollarga yaxshi muomala qilishni buyurgan. Bu yerda yaxshi muomala qilish nihoyatda muhim. Bu Payg'ambar alayhisalom hatta dediki, bu yerda akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xuluqan va xiyarukum li nisaihim. Abu Tirmizi rivoyat qilgan hadis bu. Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhisalom dediki, mu'minlarningki shu iymonning eng komil bo'lgan mu'min, go'zal axloqi eng go'zal bo'lgan mu'min, bu yerda sizlarning oranglardan bu ayollarga yaxshi muomala qilgan, yaxshi bo'lgan kishilardir degan. Bu yerda shunga biz go'zal axloqli bo'lgan erlarni biz olqishlaymiz, qarindoshlarimizni. Go'zal axloqqa ega bo'lgan qarindoshlarimiz, erlarimizga
Qarindoshlarımizga biz duo qilamiz. Ularning go'zal axloqli bo'lishi uchun. Endi bu feminizm men bu yerni hozirgi ayollar barobar huquqda deb jar solgan feminizm deb ataymiz. Bularning jar solishi bu yerda bundan maqsad nima degan vaqtda bularning ta'sirini biz qabul qilsak bo'lmaydi demoqchi. Bu yerda birinchisi oila sistemasini buzish, bu yerda bu siyosiy nurg'un maqsad rezil muddal va diniy muddal va bu yerda aile sistemasi buzuş. Çünkü aile buzulsa balalar taraqqiy qilmaydi, jamiyat yerim kuch bilan qoladi. Shuning bilan bu yerda davlat bu yerda kuchaymaydi, taraqqiy qilmaydi. Shuning maqsadi shu. Maqsadi shu bo'lgandan keyin shunga bular rezil. Shu O'rta Sharqdagi 22 arab davlati buning asosiy nishoni bo'lib qoldi. Onun başqa O'rta Osiyodagi, bunun başqa so'sa masalan, nada, masalan, Afrika qit'asidagi musulmon ko'proq bo'lgan rayonlarni taraqqiy qildirmaslik, uning qatta kendilan bu yoshlarni feminizm idisi bilan yug'urish, like idisi bilan yug'urish bu yerda. Shularniki eng chong nishon bo'lib ketdi. Musharqlik yangi bo'lgan bir yoshlar chiqsa, bizningki izbosarimiz bo'lmish. Biz yana kirib ketsak, buningdan keyingi yoshlar vaqtida buni musulmonmi, kofirmi belgilamayotgan holatga akilib, tushkunlikka akilib, o'zining diniga zo'rlash, shuning bilan yer yuzi musulmon qo'ymaslikdan iborat bo'lgan. Alloh buning unamdi, hargiz unmaydi Alloh taolo. Alloh taolo bular xohlasin, xohlamasa o'zining nurini to'liqlovchi. Vallohu mutimmu nurihi va law karihal kafirun. Kafirlik o'chilib ketgan taqdirdami, chisini qilchi mushu yo'qotsam deb ko'rishgan taqdirdami, Alloh o'zining nurini to'liqlayverdi. Buniki feminizmning keyinga kirgan, g'arbning idisiga jar solib, uni keyinga ketib qolgan, idisi yo'g'rilib qolgan, ketib qolgan kishilardan boshqa idis saqlanib qolgan, din islom deb ma'lum nurg'un mu'min Allohning Robbi bandalar va Robbim deb yig'latgan. Shu bandalar Alloh taolo yana bu dinni qo'g'dayverdi, lekin soni ozlab ketdi shu. Davr qiyomat kishi zahirin alal haq haq ustida bunday barpoblab yashayotgan, o'sha haqni qo'g'dayotgan kishilar qiyomat qayin bo'g'ichi barpoblab turdi. Hatta ba'zi rayonda bir tal bo'lishi mumkin, ba'zi rayonda ko'p bir jamoat bo'lishi mumkin. Lekin bunday bo'lishini qat nazar Alloh taolo shularning quli orqali qanday qilib bu dinni qo'llab qoldi. Bu din Allohning dini bu. Alloh bu dinni o'zimiz shurdiq biz qo'llaymiz deb va'da qildi Alloh taolo. Allohning va'dasi haq. Bu yerda biz mushu dinning ichida bulanmaganligimiz uchun, bu dinni to'liq muammoligimiz uchun biz o'zimiz baxtsiz o'tamiz. Din hargiz baxtsiz qolmaydi, yordamsiz qolmaydi bu yerda. Shuning uchun biz kiralagan mushu ma'lagan mushunda barliq amallarning hammini to'liq tutib minishimiz lozim. Payg'ambar alayhisalom dediki, mendan keyin qolgan vaqtinglar kitobulloh, sunnati rasulullohni, ya'ni mening sunnatim ching tutinglar. Azzu bin navajiz dedi. Men ig'iz sinanglar bilan aytdim, mustahkam ig'iz, mustahkam ching ishlab turing dedi. Qo'yib etmang dedi. Şuna biz ayet hadisga kuchimizdan yetishi amal qilishimiz, shu amalga bu yerda atlanishimiz, to'xtab qolmasligimiz lozim. Har kuni o'zimizni hisoblashimiz lozim. Men harakat qizyaptim. Chunki payg'ambar alayhisalom dedi, kullu bani adam xattoun, xayrul xattoin tawwabun. Har qanday odam bo'lsa to'xtamay xatto degan men dinda o'qilib bilsa, siyg'i mubolag'a, asr musibat deb qo'yamiz, sifatda deymiz. Endi bu yerda bu qattiq xatolash to'xtamay xatolashib turdi inson bolasi ekan. Xayrul xattoinat tawwabun. Uni eng yaxshi tavba qilish. Shuning uchun bugun tunigan bir ishni xato qilsam bo'lsak bugun Robbim gunohimni afv qilsa, men ashta xato qildim buni keyin qilmay deb bugun tuzibmiz. Erta bir xatoligimiz, yo kechki bir xatoligimiz tuzib turib, xatoligimizga aytib xotim bir tuzib turib minishga bizning ehtiyojimiz bor. Qanchadan qancha Robbimiz yaqinlashib olsak, shu dinni qo'llab mavzularning qatoridan o'tmiz, shuning ishini o'tmiz. Agar unda bo'lmay, shu jamiyat munda bo'lib ketdi, ma'lum bir shu sizning ishingdan bir qandoshimizning gapini oldim. Baldo bu yerda Alloh rizolik uchun deb mangan. Qarsak Turkiyadan kelganlar bu bas-bas uy tutib ketdi, yashab ketdi. Shu pul topmasak bo'lmamdi nima degan ko'z qarashga ega bo'ldik deb. Baldo bugun o'tsak, ertasiga bir pul saqlamaydik, ertni kutmaydik. Şundan mangan deb. O Turkiyadagilar kelib, yani pulni tepib, o'yini sep qolgan bo'lsa, uning hisobini Alloh berdi. O Turkiyadan kirdi qarindoshlar. Turkiyadan kirdi. Sizlarning jihad maydoningni, sizlarning shu uxuvat qarindosh nimani, o'sha yasham hayotingni ko'midi ular. Chiqqancha chiqib, bu yerda jo'q desa, faqatlam ko'rgan narsa mishadagi Turkiyadagi shu yerim yalang'ochlik, mishadagi chala musulmondarchilik Muşularni ko'rdi, bek bilsa shu sapa ko'ydigan o'sha da'vat so'rliq qatnashib boshqa narsa ko'midi. Sizlar-chi sizlar shahid bo'lgan qarindoshlarimizni ko'rdinglar, sizlar haqiqiy imom islomning tatbiqlangan holatini ko'rdinglar, sizlar
Sizlar nurg'un mo'jizaga shohid bo'ldinglar. Sizlar turayotgan har bir shu zaminning har bir qadamida bir metr bir shahidning qani bor deyishga to'g'ri keldi. Nurg'un shahid berdik biz. Ko'rapman qabrlarni yig'lab ketdim ko'rap masalan. O'ylab baqinglar qarindoshlar, bir sonning dadasi, bir sonning aksi, bir sonning uksi shahidlab ketdilar, bir sonning yo'lish shahid bo'lganlar. Sizlarga aşı yetmemdi. Ular nerede? Biz nerede? Mana o'ylashimiz lozim. Agar Turkiyadagilar sizlar ko'rgan narsani ko'ramiz, balkim ular mı, balkim sizlardek güzel yaşagan bo'ldi. Ularning ta'siri sizlar uchmay, sizlarning ta'sirini ular uchrash kerak. Voy bu asl bunda bo'lish kerak. Men qachon kirdim, qachon ba'zi qarindoshlarnikiga kirdim, kirgandan keyin nurg'un narsa hayotimni qisqartdim. O'zi illak hadiya olib kelib qolib sarf etdim. O'zim ayrim chiqim qildim qarindoshlar. Men ta'sirini ko'rsatdinglar. Menga boshqacha bir dunyoda odam bo'lib chiqdim men. İlgirki hayotim bilek, hayotim bilek bo'lib chiqdim. Şu anda sizlarchu qarindoshlar, andaliqi boshqalarningki ta'sirga uchramasdan salbiy ta'sirga biz o'zimizning ijobiy ta'sirimizga boshqalarni uchratishimiz lozim. Bu yerda shunga bu g'arbningki bu feminizm, ayol barobar ekan to'q, Turkiyada ayollar go'rgo'r etgan to'q, alan buzib ko'mayotgan to'q, miyada munda degan ko'z qarash bu yaxshi emas, chunki bu yerda shu Mustafa Atatürk'ninki bu yerdagi nimasi bor, qurgan sistem bor, shu sistem bo'yicha ma'nolik nurg'un erlarchi demay har kuni desak mubolag'a bo'lmaydi. Turkiya bo'yicha bir ayol cho'qim er tarafdan o'ldirilish qilib berdi. Aslında qatılıq vəqələrinin köp. Çünki bu sistem yaxşı emas. Yəni, şunun üçün bu feminizmin məqsədi nə degan, ayol hüquqda bərabər, ayollar hüququ birinci dep, aslında beşəm, tikib çıxış yaxşı bolmagan ayollarni aldığı çıxış arqılıq bir ailə sistemini buzuş. Mən bir gəpini dep birey, vətəndə bir şu yuqur qatlamdakı bir ayolni oxutqan boldum. Şu ayolning gəpini dep birey sizlərə. Yuqur qatlamdaki deydi, Kompartiyanın yuqur qatlamdaki Uyghur ayol çıkıp aşağı hizmet tutkan bolsa, hukuk tutkan bolsa, çoqum ki %100 deydi. Şu ayol çoqum aşı bir Xitay bilen bir zina qilgan bo'ldi deydi. Bo'lmasa hergiz bermaydi deydi. Ya zina qilgan bo'ldi, %100, bo'lmasa zinaga yaqinlashgan, so'rli olib haraqni aşı suv ichgani ichib bergan bo'ldi, bo'lmasa bermaydi huquqni deydi. Demek ki, mushunda pasıq bo'lgan bir jamiyatni barliqqa tutsak, bu jamiyatda oila buzildi. Aile buzuluşu dese, vaqti balla taraqqiy qilmaydi, jamiyat terim kuchayib qoldi, davlat vaqti xalqaro sahnasi kuchayolmaydi. Bozordagi masalan bu ishlab chiqarish masalan kuchlari ko'paydi, tuan bahodagi masalan uningdagi masalan jamiyatda vaqtda ayollar to'y qilmaymiz, ayollar barobar bo'lish kerak deb, men to'y qildim yo'q. Desa vaqtda nima bo'ldi deganda, ayollar ko'p ishlaydi, o'zimki hayot uchun yashaydi, kiyim-kechakni ko'p nima qildi. Undan keyin deganda merong deb qo'yamiz ya, Xitoycha nima go'zallashtirish. Shuning uchun pul chiqim qildi. Buning hammasi g'arb iqtisodiga bir foydali bo'lgan ishlar. Endi undan boshqa deganda din va diniy qimmatlarning nimasi vaqtda cho'kdi, diniy qimmatlar insonning ingidan. Aslida islomda ayol kishi sharaflik, hijoblik, naydi ishonchli bo'lgan bir oila sistemasi ichi yashaydi, lekin g'arb siyosati bo'lsa, bu yerda unday ish yo'q. Bunda sistemni g'arbliklar nima deydi desanglar, bu davlatga xavf bo'lgan ko'yish deb qaraydi. Masalan, bu xristian ellarda bu bunda islom dunyosi bunda bo'lib qolsa, bu bizga xavf bo'lgan ko'yish deb qaraydi. Shuning uchun feminizmni kuchab bu yerda deganda, shu nimaga islom diyoriga, islom davlatiga singdirishga sabab shu. Bu yerda öz medeniyeti vaqtda assimilyatsiyalashdi, boshqalarning medeniyatiga singib ketdi, boshqa medeniyat uni singib ketdi. Medeniyet assimilyatsiyalashi, til assimilyatsiyalashi nechasi ig'ir yerda. Uningdan boshqa bo'lsa, bu yerda feminizmning turlarida nikohsiz, masalan, jinsiy turmushni bu yerda cheklamasiz deb, nikohsiz bo'lgan bir jinsiy qarindoshlik deymiz, jinsiy nikohsiz turmush, bir uyda yashash, do'stlarcha degandek. Masalan, qarab baxtgan bo'lsak, Ronaldo dunyodagi shu hozir Saudiya Arabistondagi futbol bu yerdagi nimasi eng oldidagi bir utuq qozongan bir shaxs. Shuningki hozirgi biz ayoli deb qaraymiz, necha bolasi bo'lgan. Hozir qadar qiz do'sti bu uni ayolim deb e'tirof qilgani yo'q bu yerda. Bu ayolim deb e'tirof qilish boshqa, bir uy ko'p yashash boshqa. G'arbning ichida. Bunda nikoh sistem bu yerda yo'q ularga nisbatan. Bir oila hukmi yo'q. U oila bo'lmaydi u. Nikoh sistemasi sen mening xotinim, sen mening erim deb yashamagan oila qanday mas'uliyatchan oila bo'ldi bu yerda.
Şu oila qiymati tuvan g'arb idisda. Şu ular hijobga qarshi, chunki hijoblik bo'lgan ayollar mas'uliyatchan, axloqli, pokiz kutu. Ularning chiroyini yot erlar ko'rmaydi. Ularning maqsadi rezil. Ayollarning chiroyiga qarab turib, ko'childi huzurlanish maqsadi. Uning boshqa maqsadi yo'q. Ayol kishi bu bir qutuning ichidagi sadab, nayta pokiz tutgan, iffetlik tutgan, shuna bir sadab bu. O sadabni bemalol ko'rsam bo'ldi deydi, lekin biz islom xohlagancha ko'rsatib qo'ymaydi. Faqat qimmatga, ya'ni ma'lum bir badalga undan keyin bir odam ko'rish ruxsat qildi. Uningdan boshqa bo'lsa, bu yerda huquq deb ko'rsatgan bu ishlarning hammasi bu yerda deganda xalqning ma'naviyatini bu yerda bo'shashtirdi, to'llashtirdi. Buning maqsadi shu. Uningdan boshqa bu yerda eng chong rezil ish qaysi desanglar, bu feminizmniki, idisga bo'lgan feminizmning ayollarni siyosiy qurol qilish bu yerda. Huquq namida qilib, voy bu yerda deb davlatdagi masalan shu ayol kishining bu feminizmni bamidi, ayol huquq barobar bo'ldi nima davlatga besim qilish orqali o'zining rezil idisini sindirish. Bu yerda qonunlar xohlagancha aralash, masalan bu Turkiya davlatida o'lim degan gap mavjud emas, o'lim jazosi shundan bu yerda xohlagancha odam o'ldirish, quchqash, kaptan o'ldirgan gap, xohlagancha rezillik ishlarni qilish. Hatta Uyg'urlarga yamrasi, biz bu yerda Turkiyada qarindoshlar sizlar shunda go'zal hayot yashadinglar, bu yerda illaki bizniki hayotimiz yeyish uchun emas, yashash uchun yeyishimiz lozim, yeyish uchun yashamasligimiz lozim. Turkiyada yaxshi yashagan bilan nurg'un bolalarimiz bu yerda qirin chekib qetib o'lib qolgan, bekim degil olmagan ishni bekcha qilib ketdi, ota-onasi og'zini itib yig'ini ishiga yutyapti. Nurg'un bolalari masalan shu qora guruhniki odamning shayklariga aylanib ketdi. Nurg'un bolalar cho'zsa ko'chalarda qolgan, beqish tepilmagan, xorliqda masalan hatto o'zini o'ldirib olganlar bo'ldi, o'lib ketganlar bo'ldi xorliqda. O'shaning hammasi Turkiyaga hijrat qilib chiqqan, boshqa sinf qishonlar izzat makoniga borolmagan qarindoshlarimizning holi ahvoli. Demakki sizlar hammadan baxtli. Bolalaringiz shunday aqlliqkan, ziyrakkan, qanchalik tarbiyalasanglar bolalaringizga tarbiya yo'qotgan, axloqiy jihatdan baklam bir rais yaxshi bola bo'libdi. Butun chet eldagi, mishaliki yoki butun dunyodagi deyli, Uyg'ur musulmon qarindoshlarimizninki eng umidlik nuqtasi sir tarafda. Shuning uchun sizlar axloqli bo'lgan vaqtda bolalaringiz texnik axloqli bo'ldi. Sizlar taqvo bo'lganda bolalaringiz texnik taqvo bo'ldi. Sizlar har tarafdan o'lgulik ana bo'lgan vaqtda demak sizning quchqonlardan kelgusiniki mujohidlar yetishib chiqdi. Mujohidalar yetishib chiqdi. Kelgusiniki mujohidlarning onalari yetishib chiqdi. Kelgusiniki bu yerdagi deganda bir solih bo'lgan, muttaqi bo'lgan, bir muttaqilik bo'lgan go'zal oilalar yetishib chiqdi. Onundan deganda sizlarninki kelgusida shunday bir ulgu bo'lsanglar, olim ulmon yetishib chiqdi. Shuning bilan bu kelgusimiz bizning diniy jihatdan bir kapolatga yiqilgan qarab boqili. Imom Azamninki tarixi deb qaraldi. Shunday Imom Azamning barliq qilishi. Imom Azamning dadasi bir solih odamdi. Bu odam shuning bilan bir safarga chiqqan bir bog'ning qashiga kelgan, kelib qarsa bir bog'ning qashida bir suv usab ketib suv ichib tursa, suv ichaydi. Bir dal olma kelgan, qo'sqa chiqib ketib, olmani yaplab, apla bu olma bog'dan chiqibdi. Bu bog'niki egisidan bu yerda bir ruxsat so'maylam yetdim emasmi deb qattiq ko'ngli yarim bo'lgan. Shuning bilan bog'ga kirib, ishga chiqib bog'vandim degan. Men bu bog'lardan chiqqan mayadan o'tgan suvni ichibdiman, bu olma chiqib ketib yetdiman, sizdan ruxsat so'mabdim emasmi? Rozilab kelsa deganki, yo'q, men rozi emas. Hayron qolib, qandonim rozi emas degankin, taksa meniki qizimga o'lanmaguncha rozi emas. Meniki ko'zi ko'r, quloq anglamas, gajab, bosmas bir qizim bor. Shu qizim bilan o'lanmasam qizimga men rozi bo'lmayman degankin, Imom Azamning dadasi yig'lab ketib, mayli, yillar bo'yicha men shuncha pokiz hayoliq, namahram qarmay o'tgan, amda kelib bir palach mo'ynda bir sat Aminda bir gap qilinmayotgan bir qizalga o'ylangan bo'libdi. Bo'libdi, bumi Allohning hikmati. Mayli. Mushu odam rozi bo'lib, oxiratlik azobdan qutulib qatnashsa olsa, mayli deb shuning bilan to'y qilgan, to'y kunsi kirsa, rivoyatlar bizniki Uyg'ur xalq cho'chaklarida bor. Oydasi oy emas, og'zi bor, kunduzi ko'zi bor. Ashunda chiroyli bir qizga o'ltirgan. Shuning bilan hayron qolib, "Voy, bu siz dadangiz sizni qarg'ida otib kirtgansiz-ku" degandan kulib o'ltirgan. Gochida otibgan kirtma degan. Shuni bilan gochida otib siz gap qilayotgansiz-ku degan. Ha, men gapmi degan. Pangda otib siz gap anglayotgansiz-ku. Ha, men anglayman. Qopab mangan qo'y sizni palashda otib manglayotgansiz degan. Ha, qudu basmasda otib qudunsiz degan. Ha.
Bilmiyorum nimiz qanday deyip dadınız degan ekan. Chunki men hayotimda faqat namah bir yot er ko'rib boqmadim dadamdan boshqa. Şon dadam meni qarg'u deb tasvirladi. Chunki men hayotimda bir dadamdan boshqa bir kishi gapib boqmadim. Şon meni gaja deb tasvirladi. Chunki men hayotimda dadamdan boshqa bir kishining ovoz anglab boqmadim. Dadam şon meni pang deb tasvirladi. Chunki men dadam mush bog'ning sirtiga chiqib boqmadim. Cho'nglab men şon dadam meni palach, butun mangmaydi, qo'li tutmaydi, mana tarafga mangmagan ekan deb tasvirladi degan. Keyin mushularninki Alloh taolo vujudini İmam Azam rahimahulloh barliq kelgan. Bu dünyadaki şu 80-90% insanlar Müslümanlarınki 2 milyarddan artıq Müslüman köpüncü 3 kısmı artıqroq şu Ebu Hanife Hanefi mezhebide muşu çoğ mezhep peshvasi olan İmam Ebu Hanife muşu pakiz iffetlik bo'lgan ichki ayolning vujudini kelgan. Demek Allah Teala yüzünki dinninki bu yerda xodimlarning pakiz bo'lgan iffetlik insonlarning vujudini barliq keltirdi. Qancha pakiz iffetlik bo'lsak bolalarimiz shuncha pakiz axloq isil insonlar Allohning bergan hibisi bu bola degan. Anda pakiz insonlarga axloqli insonlarga Allah mushuna go'zal hibi bilan uningdan keyin mukofotlab dunyoda ham oxiratda ham aziz qildi. Eng cho'ng hibi buningdan ortiq hibi bo'lmaydi. Dunyodagi hibining ichida bu bir yaxshi solih bola bo'lish bu bek go'zal hibi bu. Alloh taolo hammamizga mushuna go'zal hibi bersin. Shunga bu qisqasi gapning xulosasi nima deganda, bu g'arb ellari qonunlarga aralashtirish ayollarni qaytadan bunda jarsak ko'chaga chiqarish, erning huquqini bermaslik. Hozir butunlay shu sapa masalan shu Turkiyaga chiqqan shu Uyg'ur qizlarimiz o'g'avalni ish qilish, qirqat yug'izish, tamoq etkizish, mishada men bu ish qilsa bir qachon yug'izasiz shunda baxit. Lekin bu ercho deganda, bu o'g'avalchi deganda ma'lum nisbatda o'g'avallikni yo'qotgan bir xil. Nima deymiz-da yelinayotgan erkak majburiyatni o'tamayotgan o'g'illar yechib chiqyapti. Erlar shunday bo'lib ketib bordi. Saxtipaz, bir vafodorlik yo'q, ashuna bo'lib ketib bordi. Bu bir yolg'ondan, saxtkorlikdan shakllangan munosabat bu. Shariat buni qo'llamaydi. Shuning uchun erlarga erlik bir erkak huquqini berli. Ayollar o'zimizning latofatini saqlab qoldi. An bu sirtni kirganlarga bak bir havas qilib ketmanglar. Ular nurg'unlagan axloqsizlik mesela ahlaksızlık degan bu satyaga apasan bo'lmaydi. Balkim shu ba'zi eshib ketgan taraflar bilan kirgan bo'lishi mumkin. Bu taqvosizlik taraf bilan kirgan bo'lishi mumkin. Ularga o'zining go'zal ulgusi bilan ko'stib, ulgu bo'lib, ularni yaxshi tarafga yetaklashga tirishinglar. Alloh taolo islom orqali ayolning qadrini yuqori ko'targan. Biz g'arbning feminizm bunda ayol huquqda barobar deb erlarni tönsan etmen, erlerge cemiyet hukukunu belgilmeyen, erning ayolning qarshini biz ayollik qilayotgan mashqqa biz qarshi Alloh taolo bizga to'g'ri bo'lgan islom tushunchasi saqlasin gapim tugadi. Shuningdan va axiru da'vanan alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu alayhi va sallam.